Ular bir o'yinda 9 ta gol urgan yagona futbolchidir. Agar bir o'yinda 2 ta gol ursangiz, bu dubl hisoblanadi. Agar 3 ta gol ursangiz, bu hat-trick va buni kam futbolchilar qila olgan. Agar bir o'yinda 4 ta gol ursangiz, bu poker. Bu hammasi emas. Agar 6 ta gol ursangiz, bu hexa-trick. Agar 9 ta gol ursangiz, bu nona-trick. Tarixda faqat 2 nafar futbolchi shu ajoyib rekordga erishgan. 2019-yilda Norvegiya yoshlar terma jamoasi jahon chempionatida Gondurasni 12-0 hisobida mag'lub etgan. O'sha o'yinda hali noma'lum bo'lgan Erling Haaland 9 ta gol urgan edi. Shu g'alobaga qaramay, jurnalistlar uni yuqori darajadagi futbolchi sifatida tan olmadi. Chunki ular Gonduras o'yinining past darajasi haqida ko'proq gapirishdi. Albatta, u keyinchalik yana 9 ta gol urmagan. Lekin Premier Ligada qayd etgan hat-trick va pokerlari ham yomon emas. Siz bilasizmi? Ikkinchi futbolchi kim bo'lganini, ya'ni bir o'yinda 9 ta gol urgan? Izohda o'z javobingizni yozing. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.